azizlar. Mana musofirim noni. Mana shu musofirim noni bo'ladi azizlar. Oson deb o'ylamanglar. Har doim Allohga tavakkal qilib yuramiz. Shunaqangi bir qiyin vaziyatdan chiqdik hozir. 1,5 soat deganda botib perseplarimiz tashab juda qiyin vaziyatdan chiqib oldik. Alhamdulillah, Allohga shukr. Yetkazgan Robbimga shukr. Mana shunaqangi vaziyatlardan ham yuramiz azizlar. Har doim ham tekis yo'l, go'zal yo'l dan yurish yo'q. Mana vaziyatga, har bir vaziyatga qarab ish tutamiz. Ana shunaqa azizlar. Avstriyadamiz tog'larini. Lekin juda qiyin. Blokirovkada juda ehtiyot bo'lib, sekinlik bilan harakat qilyapmiz. Podyomga keladigan bo'lsak, podyomlarga chiqish juda qiyin bo'ladi. Hattoki birinchi skorsga tushib qoladi mashina chiqish uchun. Jonlilar sog'liqlar uzun bo'lsin. Aziz obunachilarim, aziz vatandagi vatandoshlarimiz, duo qilib turinglar inshaalloh manzilga. 20 kilometr qoldi. Eson-omon yetib olaylik. Persepimiz pustoy, shuni hisobiga chiqish juda qiyin bo'lyapti podyomlarga. Juda qiynalyapmiz. Allohga tavakkal qilamiz har doim, har soniy, har minutda Allohga tavakkal qilib yuramiz azizlar. Boringlarga shukr. Abdurahmon aka, sizga mazza-ku deyshadi. Albatta mazza. Sizlarga ko'rinadigan mazza joyini ko'rsatamiz-da. Lekin mana shunaqangi joylarni hech ko'rsatmasdik. Mana endi sekin-sekin ko'rsatib boramiz azizlar. Shunaqa jonlilar sog'liqlar uzun bo'lsin. Barchaga yaxshi kayfiyat. Yevropada yurgan aka-ukalarimiz Avstriyada juda ehtiyot bo'linglar. Juda qalin qor tushgan. Hamma yoq garalot, ko'chalarni tozalab uspet qila olmayapti. Juda ko'p mashinalar qolib ketgan yo'l chekkalarida. Mashinalari tashab yuborgan, perseplarni tashab yuborgan yotibdi. Iloji bo'lsa yurmanglar Avstriyada bo'lsanglar. Menga o'xshab riskovat qilmanglar. Men 1,5 soatdan beri riskovat qilib, mana endi shaharning ichiga kirdim. Tepadan Perevaldan tushib juda azob bo'ldi. Menejerlar yur desa ham yurmanglar. Yo'llarni qachon ochib tozalamaguncha joyidan jilmash kerak. Barchaga yaxshi kayfiyat. Vatandagi vatandoshlar duo qilib qo'yinglar inshaalloh.